6-chi ishtirokchimizga qarshi kelinglar. 7-chi ishtirokchimizga qarshi kelinglar. Va so'nggi ishtirokchimizga qarshi kelinglar. Rahmat. Bizda o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, hozir siz joyiz egallab olasiz. Rahmat kattakon. Va siz joyiz egallab olasiz. Va 3-chi ishtirokchimiz bizda erkaklarimizdan bitta ishtirokchi, lekin bilmadim, o'xshatib berdi birinchi boshlab. Mayli. Qarshi kam bo'lib qoldi endi. Pastda o'zingiz ham qarshi chalib kuzatib turasiz. Rahmat ishtirok uchun, rahmat o'yin uchun. Xo'p, o'rtoqlar, bizda endi ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqich qanaqa bo'ladi? Ikkinchi bosqichda hozir qo'shiq, o'zbekcha qo'shiq teskarisiga qo'yiladi. Va teskarisiga qo'yilgan qo'shiqni ishtirokchilarimiz avtorini, ya'ni kim aytganini va qo'shiq nomi nimaligini xatar topishlari kerak bo'ladi. Xo'pmi? Tushunarli bo'ldi. Sizlarga